بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işteken dostlar, assalomu alaykum ve rahmetullah ve barakatuh. Xabarlar barnomasida hoş geldinizler. Bugün panshanba 19-yil Aqrab oyining 29-i bu yer Mazori Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Balx viloyatining navbatli o'ltirishi ushbu viloyatni o'rinbosari Mavlaviy Nurulhodiy Abu Idrisni riyosatiga barguzor bo'lgan. Ushbu o'ltirishda viloyat muqomining buyrug'i Mavlaviy Rabbi Fazli, Amru bil Ma'ruf va Nahy anil Munkar riyosatni buyrug'i Mavlaviy Ubaydulloh Haqqoniy va boshqa rasmiylarni huzuri bor edi. Jalsa Qur'oni Karim oyati bilan boshlandi. Balx viloyatining o'rinbosari Mavlaviy Nurulhodiy Abu Idris o'lkaning peshraftini rasmiylarni mushtarak taloshiga deb izofa etganki, vazifani sadoqat va ixlos bilan anjom bergani bir shar'iy asl degan. Abu Idris janoblari ushbu jalsa yo'ltaylash hadafini tasmim olish ravandi unvon etib aytganki, tasmimlariki ushbu jalsada olinadi boyat favriy amaliy bo'lsa, hamchinon viloyat muqom ofisining buyrug'i, farmonlar va hidoyatlarni tatbiqidan mavqeda guzarish berilsa degan va Balx viloyatining Abu Ali Sino kasalxonasida peshnihod berganki, bir quduq ushbu kasalxonasida qozilsa degan. Oli qadr Amirul Mu'minin hafizahullohning hukm asosida Amr bil Ma'ruf va Nahy anil Munkar qonunlari muassir tatbiq bo'lgani uchun ta'kid bo'lganki, imorati idoralar barcha qiyinchiliklarni sharik etsa degan va hamchinon muxobaralar Mazor Sharif shahrining hotellaridan, restoranlaridan va boshqa yerlardan ki muxobara istifoda bo'ladi yig'ilsa degan. Marosim oxirida guzarishlarni iro bo'lganidan nari lozim faysala bo'lganki, ba'zi mavzularni hal uchun lozim qo'mitasi tayin bo'lgan va boshqa xabar buki, Balx viloyatining Aqvom va Qaboil riyosati bir munozaa ikki oilaning o'rtasida Chorbulak va Kaldor volisvolisida hal fasl etgan. Bir munozaa ki Qilichturdi va Odamxonni o'rtasida Chorbulak va Kaldor volisvolining xalqidan bir qatl uchun oldin kelgan edi. Balx viloyatining Aqvom va Qaboil riyosatining hamkorligida va qavmi buyuklarining taloshida hal fasl bo'lgan. Natijasida ikki taraf bir-birini afv qilib ishontirganki, oyindaga hech bir qiyinchilik ijod etmaydilar. Shu holda Balx viloyatining Aqvom va Qaboil riyosatining buyrug'i Mavlaviy Sardor Muhammadiy aytishicha, ushbu o'ltirishda xushunatni manfi payomlaridan ishora etib ta'kid etganki, din asllarida amal etgan sulhning ta'minida muassir naqshi bor degan. با هموطنان خود به مردم شریف ولایت بلخ ما اطمینان میدیم که هر جای در مابین شما منازعه قتل باشه، به هر ولسوالی باشه، به هر قریه باشه، اگر ما را دفتن خبر کردن نمیتونی به شما مشکل است. به هر قریه ان شاء الله ما قوم مشر داریم، نماینده داریم، با قبول ولسوالی خو بیخی داریم. یعنی این منازعه کی زیاد وقت چی نگیره، در بر نگیره کی گپ کلا نشوه. Quraysh Hodiy Qilichturdining qavmi buyuklaridan ishontirganki, mundan nari shariat ahkomining mutobiqida raftor etadilar. حالا خب فعلا دعوای جنجال نداریم. ما برادر انمی محیط پیدای ما برادر پایین خود یک سال انداختم و تشکرات میکنم اتنام. Alodod boshqa oilaning numoyandasi ishontirganki, bo'lgan sulhdan rizoyati bor degan. سپینګری ځوانان ټول د مسله په ډېر خوشاله په خندا باندې هر شوله او د رئیس صاحب د محترم په هغه باندې په همکارۍ باندې نو موږ ډېر خوشاله یو، بیخي زیات خوشاله یو. Aytilishicha, Balx viloyatining Aqvom va Qaboil riyosati o'tgan bir yilda muvaffaq bo'lgan yaqin bir 200 munozani xalq o'rtasida hal fasl etsa va oxirlanchi xabar buki, bir o'g'rini tutilgani Mazor Sharif shahrida. Balx viloyatining amniya qo'mondonisi bir kishi o'g'rini tutganidan xabar bergan. Amniyat nirolarini talashlarida bir o'g'ri ki xalqning muxtalif narsalarini o'g'riligida qo'li bor edi, Mazor Sharif shahrining Vumberlanchi nohiyasida tutilganidan nari adli va qazoyi organlar topshirilgan. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni Alloh mutolga topshiraman. Yana ko'rishguncha xayr, sog', amon qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان، فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان.